Uylarda gilam yuvinglar. Nimagaligini men sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, mijozimiz gilamni uy sharoitida yuvganlar. Yuvgandan keyingi holatni ko'ringlar. Mana hamma sariq suvlari kelib mana yoqqa yig'ilib qo'ygan. Gilamni o'zining rangi mana seri sarg'ayib qolgan bu yoqlari. Nimaga bunaqa sarg'ayib qoladi? Uy sharoitida gilamni siqish iloji yo'q. Shunday holatda ilib qo'yilgan. Ilinganda hamma sariq suv kelib mana yoqqa yig'ilib, gilam rangini o'zgartirib qo'yilgan. Mana u ko'rishingiz mumkin, topiklari ham qorayib qolgan. Hozir bu gilamni yuvib, natijasini kirlari ketgan holatini sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu gilamimizni yuvgandan keyingi holatni ko'rsanglar bo'ladi. Boy mana bu tomon sarg'ayayotgan edi. Hozir mana hamma yog'i bir xil, ipeklari, tog'lalari yumshoq. Popularini ko'rsanglar bo'ladi, o'zini holiga tiklandi. Xudo xolasa, bu gilamimizni mijozimizga topshirgandan keyin xursand bo'lishadi.